aytdim, aya menga yordam bering, ishib ketasdim, lablarim ishib, ko'karib, oyoqlarim ishib ketasdi. Nafas ololmay dum tushib yotdim, o'lib qolamanmikin deb ayamga rosa yig'ladim. Hech kim yordam bera olmadi. Ko'p odam aytdiki, sen narxozdan chiqmaysan, sen o'lasan, yuraging chatadi dedi. Bitta ovqatni qoshirib yeganni ham qo'rqasdim. Qornim yorilib ketarmikin desdim, o'zimdan qo'rqib ketardim. Ko'p odamlarga havasim kelardi. Ey Alloh, men ham qaniydi olsam, men ham mana shu ayamga foydam tegsa desdim. Tepaga qarab umuman yotolmasdim. Nimaga desangiz, nafas olishim juda qiyin edi. Men o'zimni semizligimdan uyalib ko'chaga chiqa olmasdim. To'ylarga ham chiqa olmasdim uyatganimdan. Men yaxshi bo'lib ketsam, chiroyli bo'lib ozib ketsam, men ham mashina qilib qizlarga o'xshab chiroyli yuramanmikin, chiroyli qomatga ega bo'lamanmikin, menga ham готовый stvorlar sig'armikin deb niyat qilganman. O'lib qolasan degani miyamdan umuman chiqmadi. Yashashga ham umuman umidim bo'lmagan. Men oldin rosa unaqa semizmasdim. Ertaman masalan turaman, betimni yuvib, masalan o'zimga o'zim xizmat qila olaman, qo'limni yuva olaman, oyog'imni deydi. Men dunyoga qaytadan pulim boshqa ziyoda bo'lgan, maza qilib yuribman. Operatsiyaga qadar sizga semizlik qanchalik qiyinchilik tug'dirgan? Menga ham semizlikmi? Ko'p qiyinchilik, ko'p aziyat chekkanman. Shu vazn bilan yura olmasdim. Bitta joyda yotardim, dum tushib. Ishib ketasdim, lablarim ishib, ko'karib, oyoqlarim ishib ketasdi. Ko'p rosa qiynaldim. Ash paytlari qiynaldim. Ayamga aytdim, aya menga yordam bering, men mana bo'lib ketyapman dedim. Ko'p rosa qiynaldim. Ayam bechora pul topolmay rosa qiynalgan ash davrlarda. Keyin mahalla komitemizdagi raisimiz Elmurod aka menga yordam berdi-da. Ash paytlari ayam yig'lab raisimizni chaqirdi. Mana bo'lyapti dedi. Rosa ko'p og'ridim ash davrlari. Keyin nafas ololmay dum tushib yotdim. Lablarim ko'karib ketdi. Keyin raisimiz qo'rqib ketdi. Keyin skoriy chaqirib olib borishdi ko'lga. Reanimatsiyalarda yotdim. Asherlarda ham yotib keyin chiqdim ashunda ham. Keyin men aytdimki, o'lib qolamanmikin deb ayamga rosa yig'ladim. Keyin Elmurod akamga men o'lib qolaman, meni qutqaring deb raisimizga ham rosa ko'p yig'laganimda nima qilishni bilmay qo'lidan kelganchalik homiy topaman deb harakat qilib, karta tashladi, boshqa qildi. Hech kim yordam bera olmadi. Oxiri hokimni oldiga olib kirdi raisimiz, olib kirib yordam berdi. Keyin menga pul tushirtirib berdi zudlik bilan. Keyin shunaqa qilib keyin operatsiya qilishga, nima qildirishga qo'rqmasdan harakat qildim. O'zimdan nima chiqdi oxiri? Nima desa bo'ladi? O'zimdan nima chiqdi-da, o'zimdan qo'rqmaslikka harakat qilib, o'zimdan chiqdi oxiri. Qildirib yuboraman operatsiya dedim. Ko'p odam aytdiki, sen narxozdan chiqmaysan, sen o'lasan, yuraging chatadi dedi. Men ko'proq mana qonim ishgan sari o'zimdan qo'rqardim. U nima jigar sopiga ishib ketganligini ham bilmagan ekanman-da. Ash vaqtlari hansirab pishirlab yura olmasdim. Bitta ovqatni qoshirib yeganni ham qo'rqardim. Qornim yorilib ketarmikin desdim, o'zimdan qo'rqib ketardim. Lablarim ko'kargan ahvolimda ham yura olmasdim. Umuman mana o'tirib, dadir o'tirgan qizmas edim-da oldin. Ko'p odamlarga havasim kelardi. Ey Alloh, men ham qaniydi olsam, men ham mana shu ayamga foydam tegsa desdim. Shu ahvolim ko'rib o'zimdan o'zim qo'rqib ketardim. Ayam bechora menga bildirmay ishga chiqib olib rosa yig'lardi. O'zimdagi o'tgan qiyinchiliklarni o'zim bilganman. Ash vaqtlari ham yig'lab hamma yo'qdi endi. Lekin ashunga ham qaramadim. Keyin izlandik, boshqa qildik. Keyin Gulbahor opa ashetni nima qildi? Sog'lom avlodni topib berdi opa, sinimi doktori. Keyin ashetga bordim. Keyin birinchi borganimda Ilhom tog'aga mana dedim men.
meni qutqarasizmi, men o'lib qolaman shekilli, meni operatsiya qilasizmi dedi. Men borsam ko'ksimdan itarmadi, bag'rini ochib kutib oldi. Ha, operatsiya qilamiz, xudo xolasa, sizni qo'rqmang dedi. Keyin dedi, bu jigar hisobidan ishib ketgansizda, siz qo'rqmang. Sizniki dedi, qo'rqinchli kasal emas dedi. Qattiq dieta qilamiz dedi. Siz dedi, shunga tayyormisiz dedi. Ha dedim, no yemaslikka harakat qildim. Keyin men Anjan City'ga ayam chiqib yurgizib o'pkam qisilib qolgan edi u vaqtda. Nafas olishim qiyin edi. Keyin yurib 4 kilo ozdim. Keyin больницаga bordim. Uyerda ham Ilhom aka davoladi. Uyerda ham parhez qildim, 5 kilo ozdim. Keyin operatsiya qildi. Ash vaqtda ham aytdimki, qachon bo'ladi operatsiya desam, shanba kuni bo'ladi, jicha sabr qiling dedi. Keyin qo'rqmadim. Keyin ashnaqa qilib qo'rqmasdan o'zim operatsiyaga kirib ketdim, Allohdan tilab. Lekin qo'rqinchli joyi yo'q ekan. Mana operatsiya bo'ldim. Qo'rqqanim yo'q, yaxshi bo'ldi. Oshqozonlarim og'rimayapti. Vaqtida Ali suvni ham dedi, reski ichmaymiz dedi, jicha ho'playmiz dedi. Ashnaqa qilib ho'plab suv ichib yuribman. Hansirash yo'q, pishillash yo'q. Mana asl rezultatini ko'rdim, mana mazza qilib yuribman. Siz mana o'rtada aytyapsiz, dumchib yotardim deyapsiz. Nima uchun dumchib yotarsiz? Tepaga qarab yota olmasmisiz? Tepaga qarab umuman yota olmasdim. Nimaga desangiz, nafas olishim juda qiyin edi. Mana o betim mashinday bo'lib ketgan edi shu mahalda. Ko'zim yumilib, umuman nafas ola olmasdim, to'g'risi. Faqat dum tushib yotaverasdim. Hali hansirab davlenam ko'p osh berasdi. Ashuni hisobiga rosa qiynaldim. Hozir tepaga qarab yota oladingiz? Tepaga qarab yotibman, Xudoga shukr. Yonboshlab yotibman. Qiynalganim yo'q mali. Yaxshi. Ko'chada odamlarni qarash sizga qanchalik ranjitardi? Men o'zimni semizligimdan uyalib ko'chaga chiqa olmasdim, to'g'risi. Bir yerlarga chiqqani ham uyalasdim. Hattoki to'ylarga ham chiqa olmasdim, uyatganimdan o'zim. Hali odamlar g'alati qarasa, ko'nglim g'alati bo'lib chiqa olmasdim, shunaqa edim. Hozir yuribman, hammani havas kelyapti sekin. Qanday vaziyatlarda eng ko'p uyalgan edingiz? Men ko'p uyalganman, to'g'risi. Hozir endi uyalmayman. Ozyapman. Operatsiyadan oldin qanday umidlar qilgandingiz? Operatsiyadan oldinmi? Men yaxshi bo'lib ketsam, chiroyli bo'lib ozib ketsam, men ham shunaqa qilib, qizlarga o'xshab chiroyli yuraman ekan, chiroyli qomatga ega bo'laman ekan, menga ham gatoviy ustuvashlar sig'am ekan deb niyat qilgan edi. Niyatimga yetyapman sekin. Hozir to'g'ri kelyapti. To'g'ri keldi. Oldin kiyolmagansiz, kiyolmaysiz. Unda ham chevalar nima desa bo'la, o'lchagani rosa qiylanasiz, voy ziyoda. Archa qilib aylanib o'lchayman deyshasdi. Atrofdagilar sizni qo'llab-quvvatlaganmi yoki aksincha? Yo'q. Hech kim quvvatlamagan, to'g'risi. Sen dedi chiqolmaysan deganlari miyamdan chiqmadi. Sen o'lib qolasan degani miyamdan umuman chiqmadi. Narxozdan uyg'onmaysan degan odamlardan rosa xafa bo'ldim. Yashashga ham umuman umidim bo'lmagan, to'g'risi boradigan bo'lib qolganman. Hayotga intilish qolmagan edi. Men oldin rosa unaqa semizmas edim. Oldin beg'ubor edim. To'g'risi danamdan keyin boradigan bo'lib qolganman. Hamma yoqqa intilish yo'q edi. Oldinlari dalalarga olib chiqardi Elmurod akam. Ziyoda ketdi, yuring ketdi deb mazza qilib oldim, paxtalar terib, u vaqt uncha semizmas edim, yuraverasdim. Keyin Ali toqat bo'lmaganim ham reski semirib ketdimdagi. G'amdan semirar ekan odam eshitishimcha. Men unaqa emas edim, semirib ketdim-da ular. Semizlik sizning o'z-o'zingizga ishonchingizni qanchalik ta'sir qilgan? Semizlikmi ko'p ta'sir qilgan. Ko'proq men Ali jicha gapni ham ichimga olib ko'p yig'layman. Shunaqa roman men. Ko'p o'zimga olaman hamma yo'l. Shunaqa. Hozirchi? Hozir ham shunaqaman.
birarda yig'laveraman. Xursandligimdan xursand bo'lib yig'laveraman. Oldingichalik emas, operatsiyadan oldingichalik emas. Yo'q. Siz Oldingacha. ozayotganingizdan Ozayotganimdan xursandman. Hattoki mana eshik tagigacha chiqqunimcha hansirab qolasdim. Hozir hansirash yo'q. Ertaman masalan turaman. Turib betimni yuvib, masalan o'zimga o'zim xizmat qila olmayman, qo'limni yuva olmayman, oyog'imni desdim. Xudoga shukr yuvyapman. O'zimga paypog'im o'zim kiyyapman. Birinchi marta xursandman. Ko'chaga chiqib, ostona oxlab yura olmasdim. O ko'prikgacha o'zimizni ash ko'prikgacha yuryapman. 20 ming qadam Mazza qilib 10 ming qadam ham yuryapman, 20 ming qadam ham. Hattoki oyog'imni ko'tarib yura olmasdim. Hozir mazza qilib yuribman, yengil yuribman. Bir oylik o'zgarishni ko'rib, o'zingiz qanday his qilyapsiz? Men dunyoga qaytadan tug'ildim, boshqa ziyoda bo'lib keldim, mazza qilib yuribman. Hansirash yo'q, o'zimga o'zim qarayman. Voy, betim kichkina bo'lib qolganiga xursand bo'lyapman, ozganimga. Kelishyapti. Bitta opa aytdiki, Ziyoda raylari yuvilib qolibdi dedi, Saydipa degan xotin. To'di, ha dedim. Hozir sizni eng katta motivatsiyangiz nima? Va endi bu yo'lda chiqqanlarga nima deya olasiz? Men aytardimki, semizlik yo'lini oldini olish kerak deyman. Nimaga desangiz, bu semizlik qiyin ekanda odamga, misoliga oshqozonni kestirish to'g'ri yo'l ekan, to'g'risida. Men boshida bir mahalla qo'rqqan edim. Ayam aytdiki, semirib ketyapsan desa, o'zimga ovorib, hali xafa bo'lib uyga kirib yig'laverasdim, orozlab. Men qo'rqaman, aya desdim, o'lib qoldi-yu, Halima dedim. Ashuni o'lib qoldi, men qo'rqaman, qildirmayman unaqa operatsiya deb yig'laganman bir mahalla. Keyin ash vaqtda singlimning doktori Gulbahor xola aytdiki, Ziyoda dedi, sen dedi, adashyapsan qizim. Oshqozoningni kestirgin, chiroyli bo'lib qolasan dedi. Men dedim, qo'rqaman dedim. Keyin u xotin aytdiki, Gulbahor xola aytdiki, Majuda dedi, singlim xafa bo'lmagin-u dedi, vaqt kerak dedi. Vaqt kerak qizingga dedi. Keyinchalik dedi, qiylansa o'zi, vijdoni qiylangandan keyin, uyg'ongandan keyin o'zi harakat qilib qoladi dedi. Oxiri devolim peshonaga yetdi. Oxiri men ham bora qildirib yuboraman dedim. Oxiri chidamadim. Ash qildirgan to'g'ri yo'l ekan. To'g'risi. Eng yo'li sharti kestirgani yaxshi ekan. Buni semirib yurgandan ko'ra ashuni to'g'ri deb o'yladim. Ortiqcha vazn bilan qiylanib yurganlarga tavsiya qila olasizmi? Qila olmayman. Nimaga desiz, yaxshi ekan. Og'rish yo'q, hech yerim og'rimayapti. Lazerda qilgani uchun tez bitdi-da meniki. Bittasi aytadiki, seni dedi pichoqda kesadi, balon pistonni meni boshida qo'qitishgandan keyin qo'qib qildirmadi. Endi yaxshi ekan. Ammo hech narsa bo'lmayapti-da. Hansirash yo'q. Belaringizdagi og'riqlar? Og'riq yo'q-da. Menga o'xshagan semiz qizlar, menga o'xshagan vazni katta qizlar Ilhom tog'aga boraversin, qo'li yengil, yaxshi operatsiya qiladi. Sog'lom avlodga borsanglar yaxshi qilib qo'yadi. Semizlikdan qiynalayotgan menga o'xshagan qizlar.